Haqiqiy rostmana toshkentcha moshxo'rdini ozgincha rayhon, adjika yoki murch va qatiqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Moshxo'rdini tayyorlash usullari ko'p. Bugun esa men aynan o'zimniki bilan bo'lishmoqchiman. G'i yog'ida qo'yni mayda qovurg'alarini avval qizartirib qovurib olamiz. Men uchun moshxo'rdini eng shirin qiladigan mahsulot bu piyoz. Shuning uchun piyozini ko'proq qilib, yaxshilab tillarang bo'lgungacha qovuraman. Keyin esa albatta tuzlangan qo'y go'shtini tush qismidan solaman. Piyozlarim tillarangga kirganidan keyin tush, go'sht hamda qovurgan qovurg'alarimni solib, ustidan tuz hamda zira sepib, yaxshilab yana qovuraman. Oxirida mosh solib biroq qovurib olisham esingizdan chiqmasin. Shunda moshga ham piyoz va go'sht shirasi o'tadi. Keyin esa suv solib, ustidan tabga ko'ra ko'piklarini olib, ustini chala yopib, 1,5 soat davomida moshlar ochilgungacha qaynataman. Bir kosa mosh solgan bo'lsam, yarim kosa guruch solaman. E'tibor beringlar, guruch solganda sal qattiqroq qaynatasizlar. Yozda moshxo'rdisini men rayhonsiz tasavvur ham qila olmayman. Guruchlar pishgandan keyin rayhonni solib, yaxshilab bitta aralashtirib, 15 minutga qopqog'ini yopib qo'yamiz. Shunda moshxo'rda kerakli darajada quyiladi. Gulzor patirini suxarilari bilan juda ham zo'r ketadi.